Shu kunlarda vodovoz muammo bo'lib turgan joyda, xudo xolisa China Motors avtosaloniga bugun 2025-yil 30-sentyabr sanasidan gapiryapmiz. Avvalambor assalomu alaykum China Motors kanali a'zolari. Ko'rib turganingizdek, FAF JK6 20 kubalik vodovozimiz rastamolchigan holatdan to'laligicha chiqqan, hamda sotuvga tayyor holatda turibdi. Qisqacha bo'lsa ham bir obzorni qilib o'tamiz. Qani ketdik. Xo'p, bu FAF mashinamizni yurakdan boshlaymiz. Qisqacha bo'lsa ham aytamiz. Motorimiz Yuchay motor bilan jihozlangan, 320-60 bo'lib kelgan. Oldin bu FAF mashinamizda hali birortasida, endi FAF furgon vodovozlarda 260 dan nariga o'tmagan. Sababi ana endi motorimiz usul qilingan, hamda gazga birga bir tushadigan holda qilingan. Shuning uchun 320-60 bo'lib qilingan. Xo'p, endigi navbat sesternamizga. Sesternamiz 3 bo'lakka bo'lingan, hamda oldin tepasida ikkita qopog'i bor. Bu ham bir qanaqadir haydovchimizga plus mягкий balonlar o'rnatilgan. Yana bitta plusi rezinka ham qo'yilgan. Bundan oldin umuman rezinka yo'q edi bu o'rtada. Haydovchi kim masalan firmalar kimdir oladigan bo'lsa, qanaqadir yana ustaga borib bir haftadan kunda shu ishlarni qilar edilar. Xo'p, doполнительно qo'shimcha bu yashiklar o'rnatilgan. Mana bu joylardan nasatkalari 7 xil funksiyada suv sepadi. Bu nasatkamiz 28 metrgacha suv sepib bera oladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yo'lda ham nasatka bor. Oddiy bir detallargacha e'tibor qilingan. Mana bu yerda chiqadigan normonchalar ham bor. Qo'shimchasiga e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu tepada yondan ham suv sepadi. Bu yo'l qurilishiga, qanaqadir obodonchilik ishlariga, bu daraxtlarga, qanaqadir o'ziga kerakli joylarga suv sepishga yaxshi. Ko'rib turganingizdek, sidinamiz juda yumshoq. Rulimiz multirul. Xo'p, luks konditsioner. Bitta joyga e'tibor berishni sizni xohlab qolardik. Mana bu korobkada 0.5 qo'yilgan. Bu endi suv sepishga juda kerakli, juda az qotadi bu. 0.5 ni bu hamma juda yaxshi biladi. Birdan pastiga yuradi, bemalol suv sepib ketsangiz bo'ladi. Spalni bor. 3 o'rindiqli. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol mana bu yerda hujjatlarni qo'yib olib, yoki bir abitiza qilib olsangiz bo'ladi. Mashina ichida. Luks konditsioner. 24 voltlik zaryadga yoki nimagadir kerak bo'ladigan bo'lsa, bu ham bir qo'shimcha haydovchimiz uchun plus. Xo'p, aziz hamyurtlar, ko'rishingiz mumkin, 2 donasi qoldi. Bundan ham 3 dona olib keldik 2 kun oldin. Bu ham hozirgina sotildi Qoraqalpog'istonga. 1 dona sotuvda tayyor. Xo'p, narxga kiradigan bo'lsak, 840 million so'mdan beryapmiz. Bu 1 dona bilan cheklanib qolmaymiz. Xudo xolasa yo'lda yana bir nechta donasi kelyapti. Kimgadir shu vodovozimiz xudo xolasa qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. 24 ga 7 aloqa qilish mumkin. Salomat bo'ling. Like bosishni unutmang.